Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida 9 oxirida yangi Ashxobodskida Toshkent uslubda qurilgan bir qavatli 200 kvadratga ega bo'lgan hovli joy sotuvga qo'yildi. Ildiraga quyilib turibdi. Mashina qo'yish uchun mestamiz bor. Fasadlarimiz bitib turibdi, icharlarimiz suvoqda. Yana oldinda zelen zonasi bor, mashina qo'yish uchun mestamiz bor. Katta darvoza qo'yilgan. Yana ham taraf ham quyilgan. Zelen zonamiz bor. Ko'cha hojatxonasi ham bor ekan. Shiplarimiz bitib turibdi, alifonlar urilgan. Fasadlarimiz bitgan. Oynalarimiz qora, plastik akvaramlarına o'rnatilgan. Bismillah. Giravashda shuni dolan. 2 spalni bir zal tushgan. Yog'ochlarni yurtusla bosilganini. Oyoq deyimiz, pollarimiz bitib turibdi, devorlarimiz suvoqda turibdi. Doğru shpaklevka etib. Podokolniklar ham qo'yilgan. Bu yanımız zal bo'ladi. Bu yan tarafımızda spalni tushgan. Dokuzun oxirida. Chap qo'limizda yana bir katta spalni tushgan. O'ttiz tarafa oynalar tushgan. Bu yanımız oshxona. Bu yan tarafımız sanusiya. Bu yan tarafımızda 9 metre, 1,5 metre bo'lgan otiz tushgan. Yurtdoshlar bahosini keladigan bo'lsak 470 million so'm. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Like bosib do'stlarga berib qo'yasizlar. Yangi Ashxobodskida 9 oxirida sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omad.